Akalar aytishadi-ku, kambag'allik ayb emas, lekin harakat qilmasdan yashash eng katta xatodir. Mana bo'lamiz. Bo'la? Xolisan niyatda ayting, nechta qo'yingiz bor hozir? 35 bor aniq. 35 ta bor. 11-sinfligingizda 35 ta qo'yingiz bor, to'g'rimi? Lekin harakat qilyapsiz, mana shuni masalan uyimga bir foydam tegsin, masalan ishim bir uyingizga foyda kirgizishi maqsad mehnat qilyapsiz. Ana shulda masalan hayotda 35 ta qo'y qildingiz. Masalan to uylanguningcha nasib qilsa Xudo xohlasa 100 taga yetkazsan. Asta-asta mehnat qilaver, to'xtama. Bu hayotda hech kim fikriga qarama sen bo'la. Faqat o'zingning to'g'rimisan, halol je, halol tur, bos. Tamam. 35 ta qo'yinga Alloh baraka bersin.